Bugungi remontdan keyin bu joy ancha o'zgarishiga ishonaman. Demak, ishni boshlaymiz. Birinchi hisoblagichni o'chirdim va osilib turgan toklarni qolipiga joylashni boshladim. Birinchi oson tuyuldi, keyin bo'lsa qiyinlashib ketdi, lekin uddaladim. O'ta go'zal bo'lmasa ham har qalay chiroyli chiqdi. Endi navbat devorlarni ohaylashga. Avvallari ohayda bir kun uyutib, keyin qilinardi. Hozir bo'lsa tayyori chiqibdi. 7000 so'mga oldim va bu menga bir suloy qilishga yetdi. Birinchi qopdagi ohaydi shundoq quyibla qivoribman. Devor g'adir budur bo'lib qoldi. Nega unaqa bo'ldi desam, ohaydi tayyorlab olgandan keyin suzib olish kerak ekan. Men buni ikkinchi qopda olganimda qildim. Natija endi qanaqa bo'ladi, kuriganda ko'ramiz. Bugun devorni tugatib, pollarga ham o'tsam kerak deb o'yladim, lekin ohaydi 2 sloy qilganim uchun o'rtada devorni qurishiga 4-5 soat vaqt ketdi. Kechga borib quridi. Buni endi sizlarga ertangi videoda ko'rsataman. Patolog va pollarni artganimda rasman ochiladi endi. Parda tanlashga xudo xolasa ertaga boraman va sizlarga ham ko'rsataman. Rangini birga tanlaymiz.